Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Nigora. Men hech qanday TikTokchi yoki bloger emasman. Men shifokor bo'laman deb 7 yil tashmida o'qiganman. Hozir ko'cha tozalayapman. Agar oyog'imni tagida o'ralashadigan bo'lsangiz, o'sha kuniyoq dumingizni tugdirib boraman. O'zimiz kelishib olarmiz. Videodagi qiz ko'zimga juda ham issiq ko'rinyapti. Kim aytdi sizga meni tekin tomoq deb? Men sizdan pul so'rab emas, ish so'rab keldim. Ishni siz emas, davlat beradi. Men najotkorman deng. Haq-huquqni talab qilish uchun u haligi shaharingda bo'ladi. Sen unga raqobatchisan. Maktabda tekshiruv bosgan. Direktorini ishdan olib tashabdi. Gap ukam. Eplasang, teng bo'lmaydi. Davlat senga o'xshaganlarga lavozim bersa-yu sen bo'lsang, Lekin agar hozir farzand yo'qotishdan qo'rqib harakatdan to'xtasangiz, butun avlodni yo'qotamiz. Biz mediada hoziroq tomosha qiling.